Primo egalaridan haydashingiz uchun polni navorat qilib qo'yilgan Spark mashinasini topib qo'ydim sizlar uchun. Mana mashinamiz rangi oppoq, tepa past ledlar terilgan ekan. Mashinamizga avtomat diskalar qo'yib qo'yilgan. Kraskalari absolyutni top-tozadilar. Hamma kerakli joylar shumka ham qilib qo'yilgan ekan. Mana salon holatlarini ko'rsatib o'taman. Yaxshi holatda turibdi ekan. Mana bunaqa deflektorlar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Polik chexollar ham qo'yib qo'yilgan ekan. Mashina Primo egalarida dehqonda turibdi. Salon holatlari ajoyib bo'lib turibdi ekan. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Evakordan yaxshi poliklar tashib qo'yilgan ekan. Turibdi auksion nomerchalarga ekan. Dokumentlarda muammo yo'q dedilar. Metan gazi ham qo'yib qo'yilgan ekan 65 talik. Xullas kuzovlari ham ideal holatda, tiniq bo'lib turibdi ekan. To'rtta yaxshi yumshoq balonlar ham qo'yib qo'yilgan ekan mana. O'zi yaxshi holatda bo'lib ko'rinib turibdi. Yaqinda amortizatorlarni ham qo'ydirdim. Sochish niyatim yo'q edi. Pul srochniy kerak bo'lgani uchun. Orqalari kenot kalonka ham ustuna qilib qo'yilgan ekanlar. Hozir ovozini eshitiraman mana. Xullas ishi g'ij-g'ij to'la navorat ekan. Mashinani siz Primo egalaridan $7300 ga xarid qilib olishingiz mumkin. Yana kelishadigan joyi bor deb aytdilar. Ko'pchiliginglar podpiska bo'lmasdan kuzatyapsizlar. Mana shu kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, yaxshi narxlarda mashinalarni qo'yishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.